Hozirgi bu tanlovga Ekosifat loyiham bilan qatnashyapman. Startapim bilan va bu loyiha ustida 4 yildan oshiq ilmiy tadqiqot ishlarini olib borib, loyihani MVP darajasiga olib chiqdik, ya'ni ilk prototiplarini yaratdik. Bizning asosiy maqsadimiz bu ham ekologik muammo bo'lgan plastik chiqindilar, ham yo'l sifatini yaxshilashlik uchun plastik chiqindilarni qayta ishlash orqali asfalt yo'llar tarkibidagi bitumni modifikatsiya qilish orqali sifatini yaxshilaymiz. Hozirgi kunda 4 ta parametr jihatidan oddiy yo'ldan yaxshi chiqyapti. Masalan, birinchisi suv shimish ko'rsatkichi jihatidan oddiy yo'llarga qo'yilgan talab 1 dan 4 gacha bo'lsa, bizning yo'limiz hozir 0.25 ko'rsatkichi ko'rsatyapti va bu yo'l uchun juda yaxshi natija hisoblanadi.